Xorika akademiyasi bu amaliy loyiha bo'lib, biz restoranga borib, faqat qog'ozda o'qitmaymiz. Biz restoranga kirib, noldan boshqaruv tizimini qurib, restoran egasini har doim foydaga olib chiqib, bemalol o'zi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar nazorat qila oladigan darajagacha olib chiqamiz. Biz restoraningizga borib auditdan boshlaymiz. Audit qilganimizda zalni, ofitsiantlarni, menejerlarning ishlashini hammasini ko'rib chiqamiz. Sizni ijod joylaringizni topib, sistema nima uchun ishlab turmaganini aniqlaymiz, undan keyin ishni boshlaymiz. Birinchi tashrifdayoq biz ofitsiantlar bilan ishlashni boshlaymiz. KPI joriy qilamiz, intizomni tekshiramiz, servis tekshiramiz va undan tashqari ofitsiantlar uchun dop продажаlarni yo'lga qo'yib beramiz. Shunda sizning personalingiz sirazu biladi, endi hammasi boshqacha bo'ladi. Ikkinchi eng muhim bosqich bo'lib, bu onlayn hisobotlarni yo'lga qo'yish. Aynan shu yerda restoran yoki o'zgaradi, yoki bo'lmasam eski holatida qoladi. Biz checklistlar, foto, video, shu kabi onlayn hisobotlarni yo'lga qo'yamiz. Bu joyda faqat belgi uchun emas, balki real bajarish sistemasini yo'lga qo'yamiz. Biz ofitsiantlarni qanaqa ishlayotganini amalda ko'ramiz. Pustoy gapda emas. Va noto'g'ri harakatlar bo'layotgan bo'lsa, biz bu narsani to'g'rilab olamiz. Undan tashqari ofitsiantlar, menejerlar va hosteslar bizani yaxshi tayinlangan mutaxassislarimizni onlayn kursini olib, bu etapni tugatishadi. Bu restoran, showroom emas, bu allaqachon realniy ishlayotgan biznes. Bu haftasiga egasidan 2 yoki 3 soatdan ortiq vaqt talab qilmaydi. Ishimizni 3-bosqichida siz bizning oldimizga kelib, restoraningizga joriy qilayotgan tizim qanday ishlayotganini bemalol xonatida ko'rishingizni taklif qilamiz. Biz ekskursiya o'tkazamiz, barcha jarayonlarni ko'rsatamiz va restoraningizdagi muammolarni yana bir bor shaxsan tahlil qilamiz. Va oxirgi etapda biz zakazchikni restoranga qaytamiz, xodimlar bilan ekzamen o'tiramiz, yana bir marta audit qilib ko'rib chiqamiz. Bizning maqsadimiz sistemani prosta joriy qilish emas, balki uni mukammal ishlashi. Natijada siz boshqariladigan restoran, ishlaydigan tizim, operatsiyonkadan xoli bo'lasiz. Tizimni ishlashga tayyor bo'lsangiz, biz sizni restoraningizni olib, kerakli natijaga yetkazamiz.